Bir daqiqa. Hayotda aynan qaysi yo'lda turganingizni hozir aniqlab oling. Qaysi pozitsiyada hayotda yashab ketayotganingizni bilib oling. Bilib oldingiz, jamladingiz aqlingizni. Siz shu turgan holingizda kelajak uchun nimalarnidir orzu qilgansiz, to'g'rimi? Nimalardadir hoyu-havasga ketgansiz, to'g'rimi? Endi qarang. Siz xohlaysiz nimalarnidir. Men ham xuddi sizga o'xshab xohlayman nimalarnidir. Kelajakka planlar men ham qo'yganman. Siz ham xohlaysiz, men ham xohlayman. Lekin bizning ustimizda xohlab turuvchi Alloh ham bor. Bizni yaratishni xohlagan, bizni qadarimizni yozgan, bizga hukm ijro qilgan va xuddi shunday ibodat qilishimizni va Allohga rozi bo'lib yashashimizni xohlagan zot ham bor. Ayting, sizni aytganingiz bo'ladimi? Men aytganim bo'ladimi? Allohnikimi? Hayotda tanlovni mana shunday oling. Insonlar yoki o'zingiz istagani emas, balki Robbingiz istaganini qilganingizda real hayot yashayotgan bo'lasiz.